Hansenning otasi. Hansen Hanjiyuning kenja qizi. Hansen Hanjiyuning to'ng'ich qizi. Dada, bu yoqqa qo'yaman. Yaxshi. Tezroq o'tir. Yangi uzilgan uy sabzavotlari. Ertalabgina terdik. Kep qoling. Ko'ring. Kartoshkani yarim kilosi qancha? Marhamat, 2 yuan. Menga yarim kilo tortib bering. Xo'p. Mana sal ko'proq 600 gramm bo'ldi. Xonim judayam chiroyli ekanlar. Keling, yarim kiloni pulini olamiz. Voy, namuncha shirin qiz bo'lmasang, sizni qizingizmi bu? Ha. Juda yaxshi. Paketga solib bering. Tomoshani qarang. Mana ola qoling. Mana 2 yuan. Rahmat, yana keling, xola. Katta rahmat. Yura qol. Barakalla. Janob tarvuzlar necha puldan? Menga qara. Bu kichkintoy seni qizingmi? Nima gap? Oyog'ing mayib qoldi, 2 bola bilan sabzavot sotish senga oson bo'lmasa kerak. Bitta oilani bilaman, ularga zukko qiz kerak. Buni menga sot, 2000 yuan. Nimalar deyapsan? Daf bo'l bu yerdan. Nega otayapsan, a? Men Hanjiyun, qanchalar kambag'al bo'lsam ham qizimni sotmayman. Ketasam yoki kutishadayman. Mayli, ketyapman. Mana meni raqamim. Fikring o'zgarsa, qo'ng'iroq qil. Xo'pmi? Yo'qol. Ha. Dada, xafa bo'lmang. O'tiring. Xo'p. Tsitsi, qo'rqma. Seni himoya qilaman. Agar kimdir senga qo'l tekkizishga botinsa, sen uchun jonimni beraman. Nima bo'ldi, Tsinsin? Bug'onga tushgan pulga menga ko'ylak sotib olsak bo'ladimi? Tsinsin, bu pul seni va singlingning o'qishi uchun. Biroz kutgin. Puldan qiynalmaganimizda albatta sotib olamiz, xo'pmi? Har safar shunday deysiz, lekin hech qachon sotib olmaysiz. Tsitsi, men ishga ketyapman. Xo'p, dada, ehtiyot bo'ling. Dada, omad keltiruvchi nakleykalarni olishni Chindan unutmang. ham butunlay unutibman. Qani, yopishtiraylikchi. Tsitsining omadli nakleykalari bilan butun hamma kartoshkalarimiz albatta sotilib ketadi. Bo'ldi, Tsitsi, uyda kutib tur. Qaytganimdan keyin senga dimlangan go'sht pishirib beraman, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Dadamni dimlagan go'shti dunyodagi eng mazali taom. Aqlli qizim, borib darslaringni qil. Men ketdim. Singlim falokat yuz